Toshkent avtomobil va yo'llar texnikumi zamonaviy ta'lim, amaliy ko'nikma va ishonchli kelajak sari yo'l ochuvchi maskandir. Bu yerda har bir o'quvchining qulay va samarali ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Zarur jihozlar bilan ta'minlangan o'quv xonalari, innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan kompyuter xonalari, keng va zamonaviy kutubxona, shinam oshxona hamda avtolaboratoriya mavjud. Bugungi kunda texnikumda 6 ta yo'nalish bo'yicha ta'lim berilmoqda. Transport logistikasi, tashishlarni tashkil etish va transportni boshqarish, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash, avtomobil yo'llari, ko'priklar va aerodromlar qurilishi, buxgalteriya hisobi va audit hamda menejment. Yangi o'quv yilidan boshlab 9-sinf bitiruvchilari davlat granti asosida texnikumga qabul qilinadi. Ular uchun quyidagi 6 ta kasb-hunar yo'nalishlari ochilgan. Ta'lim kunduzgi dual va sirtqi shakllarda olib borilib, davlat granti hamda to'lov kontrakt asosida qabul qilinadi. O'quvchilarimiz B va BS toifali haydovchilar tayyorlash kurslarini yakunlab, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishadi. Bundan tashqari, texnikum o'quvchilari o'z yo'nalishi bo'yicha turli korxona va tashkilotlarda amaliyot o'taydilar. Ayniqsa, Germaniya bilan hamkorlik doirasida xorijda amaliyot o'tash va hatto ishga joylashish imkoniyati ham mavjud. Shu kungacha bizni texnikumimizni bitiruvchilar xalq xo'jaligi, qurilish sohalarida, avtomobil yo'llari va aerodromlar qurilish sohalarida o'z faoliyatlarini yetakchi korxonalarda yuritib kelmoqdalar. Texnikumni muvaffaqiyatli tugatgan bitiruvchilar imtihonsiz suhbat asosida oliy ta'lim muassasalarining 2-kursiga to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinadi. Hozirda texnikumimizda logistika yo'nalishida o'qib boraman. Bu logistika yo'nalishimni a'lo baholarga bitirib, suhbat asosida Toshkent davlat transport universitetiga o'qishga qabul qilindim. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Toshkent avtomobil va yo'llar texnikumi sizni katta kelajak sari chorlaydi. Orzularingizga biz bilan yo'l oching.